Suratul Balad. Balad surasi. Yani La uqsimu bihadzal balad degan mush sura bu Qur'on Karimning 90 surasi 20 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. La uqsimu bihadzal balad. Birinchi oyatdagi la bu madd vojib. Ya'ni 4-5 harf miqdorda so'zib o'qiymiz. La deb. Bundak la demaymiz yoki le deb aytmaymiz. O'tirhal og'zimizni normal ichib desak bo'ldi. La deblan. La uqsimu. Qofni bu yerda qalqala o'qiymiz. Qalqala deymiz harfni asl sukunli harfni xuddi titrtib oldida hamza kelgan bo'lsa o'qo deb mana o'qiymiz. O'q emas, uqsimu bihazal balad. Bihazal. Mau zal harfi tilimizni tishlab chiqargan harfi. Z emas, uyg'urchadagi za deb inglizchadagi z ga o'xshab qolgan harfi. Bihazal balad. Balad bu dalmu asli kasra. Ammo bu harf bir oyat to'xtagan vaqtida kasra fatha bosma buni sukun o'qiydik. Balad. Shunglashqa buni qalqala o'qiymiz. Balad deb buni. Qayta o'qiylik. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta ikhfa ma'al gunna. Nonni to'xtadik. Hillum dedik. Bu yerdagi asli hillun. Ammo aqdin hillun deganda bir tanvin, ya'ni du pesh chiqdi. Talaffuz oxirisi nunla oxirlashida sukunliq nunlan. Bu sukunliq nun hukmida aqdin ba kelgan vaqtida buni hillun deganni hillum deb iqlob qo'yamiz. Nimga? Memga. Nunni memga almashtiramiz. Shunga va anta hillum bihadzal balad. ووالد وما ولد ووالد degan o'xshashlar bu yerda idg'om bo'lib ketdi vavga ووالد ووالد deb mana ووالد وما ولد bu muqalqala لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد قلقلة خلقنا الخلق bu muqalqala insana ikhfa malg'unna fi kabad kabad qalqala ayta qo'yli laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad ayahsabu allan allayya aslida anlan o'qilishda nun va bu yerda bu nun birinchisida lam o'zgartdik al deb idg'om qildik ikkinchisiga lanni lay deb mayya idg'om qilib o'tdik ya'ni almashtirib o'tdik anlanni allay deb o'qiymiz ayahsabu allay yaqdira yaqo bu yerdagi qof qalqala di ra yaqdirah ra bumu tafxim buni tafxim yani qilintum o'qiymiz allay yaqdira alayhi ahad ahad qalqala keyingi oyatda yaqulu ahlaktu malan lubada ahlaktu malan malal deymiz qayta qo'yli yaqulu ahlaktu malal lubada bumu idg'om bo'lib ketdi lan degani lal deb mana ayahsabu an lam yarahu ahad an lammu allam deb nun lamga idg'om bo'lib ketdi an lam allam bo'ldi allam yarahu bu yerda bir vav kichik vav harf bor vav
Buni so'z o'qiymiz. 4-5 harf miqdorda. Bu maddi vojib. Allam yarahu ahad. Qalqala. Ra degani tafxim o'qidik. Ya ra hu ahad deb bunda. Qayta o'qiylik. Ayahsabu allam yarahu ahad. Keyingi oyat. Alam naj'al lahu aynayn. Naj'al qalqala. Jim harfini qalqala o'qiymiz. Naj'al deb buni. Naj deb buni o'qimaymiz. Naj'al. Garchi bu sukun bo'lsa-mu, sukun holatda jimni qalqala o'qiymiz. Naj'al deb buni. Lahu bu yerda kichik vav harfi bor. Buni azroq so'z o'qiymiz. Bak so'z o'tmaymiz. Lahu desa kifoya. Lahu deb qo'ysak bo'lmaydi. Lahu aynayn. Ma'u hamda mad joiz deyildi. Aynayn deb 4 5 6 so'zsa ham bo'ldi. 2 so'z to'xtasa ham bo'ldi. Ya'ni aynayn aynayn yoki aynayn deb bunday so'z bo'lsa ham bo'ldi. Bu mad joiz. Joiz bo'ldi. Qayta o'qiylar. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Wa lisanan bu yoqqa qarasak asli walisanan deb batib edi. Qarasam bir nun fathatayn, ya'ni du zabar holatda. Ammo buni oxirisi nunla oxirlashdi. Sakinlik nun. Shunglashqa buni vavga qanaqa qilamiz? Idg'am qo'yamiz. Valisanaw deb bunda o'qiymiz. Valisanan deganni valisanaw deb o'qiymiz. Bu idg'am deyildi. Valisanaw va shafatayn. Bu tayn deganimi o'xshashlar maddi joiz. 2 4 6 harf miqdorigacha so'z o'qisak bo'ldi. Qayta o'qiylar. Walisanaw wa shafatayn wa hadaynahun najdayn. Endi bu yerda na deb bir kichik alif uchrab qoldi. Wa hadayna deb buni ko'taramiz. Wa hadaynahun najdayn. Va nunni to'xtaymiz. وهديناهن نج وقلقلة كينكسي جيم قلقلة نج دين بومو مد جائز 2 4 6 harf so'zimiz. Qayta qo'yaylik. وهديناهن najdayn. Naj bunda o'qiymiz. فلقتحم العقبة. Falaqo. Bu yerdagi asli fala deb bunda o'qiladigan bir uzun tovush va yengil kichik uzun tovush. Ammo bu qof sukun harfi uchrashgan vaqtida uzun o'qilmaydi. Buni falaqo deb qisqa o'qiymiz. Falaqo qof qalqala. Falaqo tahamal aqaba. Falaqo tahamal aqaba. Qof qalqala o'qidik. وما أدراك ما العقبة. Bu maddi vojib. 4-5 harf miqdor so'zimiz. Ada qalqala, ro tafxim. Ya'ni qilin tom o'qilgan harfa ro deymiz, ra demaymiz. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. Asfakku raqabatin. Bu yer to'xtagan vaqtimizda raqabah deb o'qisak bo'ladi. Esa o'qiymiz. Endi ulab o'qib qolsakchi fakku raqabatin deb o'qiganda tinni uch o'qiymiz. Raqabatin au it'amun deb buni o'qiymiz. Ammo to'xtaganda raqabah deb to'xtasak bo'ladi. Keyingisi au it'amun fi yawmin zi masghaba.
Endi bu yerda to harfini qalqala qo'ydik. İt'amun deb. Man nunni bu tanvin, ya'ni dammateyn yoki dupash deymiz. İt'amun deb nun bilan oxirlashtirdi. Oxiri sakil nun. Endi buni aqidni fa harfi kelgan vaqtida buni ixfa qo'ydik. İt'amun deb bunda. Andın fi yawmin bunun o'xshashlar ixfa qo'yamiz. Fi yawmin deb atmaymiz. Fi yawmin zi masg'aba deymiz. Qayta qo'ylar. Aw it'amun fi yawmin zi masg'aba. Zi degan bu o'xshashlar tilimizni tishlab chiqadigan tilimizdan tishimizning orasidan chiqilgan harf zi deb, zi emas, zi masg'aba. Yatiman za maqraba. Za bu o'xshashlar zal o'qilgan harf zal. Yatiman yatimanni o'xshashlar bu yerda ixfa mal g'unna. Ya'ni g'unna ixfa qilamiz. Yatiman deganni yatiman za maqrabah. Maqo qof qalqala ro bu tafxim qilintum o'qiymiz. Za za maqrabah deymiz. Ya'ni yatiman za maqrabah. Keyingisi أو مسكينا ذا متربة. أو مسكينا بمخششلام أخفى مع الغنة. مسكينا ده بقيمزة. ذا متربة را بمو تفخيم قلنتم مقلوها متربة ده. أو مسكينا ذا متربة. كينكسي ثم ميم توختودقا ثم بونامدي ثم دب ü qo'ysak mı to'g'ri ketmaydi. Arabchada ü harfi yo'q. Thumma deb u o'qiymiz. Thumma deb sani tilimizni tishlab chiqargan harf sa. Sa o'xshab qoldi, ammo sa to'g'ri bo'lmaydi. Sa deb tilimizni tishlab orasidan chiqaramiz. Thumma deymiz. Mim to'xtaymiz. Kana kana minallazina bu muzzal harfi. Lazina amanu amanu watawasaw watawasaw sad harfi sad o'qiymiz. Saw deb. Watawasaw bis sabri. Sabu sad and bu ba. Buni bani qalqala qo'yamiz. Bis sabri. Watawasaw bu musaw sad bil marhamah. Marra bu qalqala. Nima xato qildi? Nima? Qilintum o'qildi. Marhamah deb bunda. Bil marhamah. Yana qayta qo'yli. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. متبقى القلعة بالصبر وتواصوا بالمرحمة. كينكسي أولئك أصحاب الميمنة. بيدكي ألفني مد واجب أقيمز تتباش هارب مختار دا. أولئك أصحاب الميمنة. صاد حا ما هو حا هربي تكتيو حا ها مسا أصحاب الميمنة. قاعد تقولي أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة.
والذين كفروا را تفخيم تو مقيم إذا كفروا بآياتنا بآيا biar mu kecil alif ba ya da boqimiz tina yani بآياتنا هم أصحاب المشأمة أصحاب biar mu alif صغيرة ba kecil alif أصحاب المشأمة هاي تقولي والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار نار biar bu du peş bağlamaz mı? Tanvin dam deymiz. Du peş болғанда бұны нарун дейтік. Amma mim kelgенде keyin бұныға idgam qo'ydik. Narun deganni narum muqsada. Narum muqsada deb o'qiymiz. Undaqda butun surani boshdan oxir bir aldirmay o'qiylik endi bir qatam. Suratul Balad. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
صدق الله العظيم.